Yur xabar olaylik. Buvi! Voy, xush kelibsizlar. Buvi, siz 70 yoshda qanaqa? Eng chiroyli ayol bu homilador ayol, tushunarlimi? Nimaga boshqarong'i bo'ldingiz? Mashina haydashga? Sizni proviz yo'q-ku. Voy, zo'r ekan. Qizim, qaraganda buvingni faqat gap so'z emas, taksi ko'zi ham betib turib bo'lar ekan. Ye, cholis keldilar. Voy, buni qana qochadi, kutib olishim kerak. Bizni sevgimiz boshqa Men bilan sizga. qo'ysinlar sevishaylik. Shunda bu kelin salomda-ya. Yo, bu kampir salom qizim. Qo'lingizni bering, yuring. O'zim sizga dimlamalarni dimlab, kartoshkalarimdan bir mazali o'tirib ovqatlanaylik. O'ziz Chol, protes qo'lim olib ketib qoldingizmi? Buvi, kirlaringiz ko'payib ketdi. Yuvishga qiynalmayapsizmi? Bavi boru. Ye, siz ham bavi ishladasizmi? Buni tog'oraga solib, ustidan qaynosiz solib, och kiyimlarni sovurib, yarim soatdan keyin yaxshilab chayib yuborsangiz, dog'larni yo'qotib, oppoq qilib beradi-ku. Aytgancha bu Germaniya mahsuloti. Qizim, shu gaplarni hozir gapirganingga necha pul ishlading? To'g'risini ayt. Birovni pulini hisoblamasdan mazaq ishlatsangiz joyi. Zebotur radomga boramiz, xolali bo'psan. Qanaqa men o'zimdan katta odamli bo'laman? Buving tug'ibdilar. Voy, buni shirinligini qalaysan? Ey, xolangni sallama, bu meni singlim. Voy, xolajonim, siz o'zim katta qilar ekanman-da. Sir bo'lmasa endi buni ismini nima qo'yasizlar? Endi shu yoshda bolali bo'lish o'zi bir mo'jiza, shuning uchun mo'jizaxon qo'ying. Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar